Başlayalım. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Ben Biznes rivojlantirish Bank xizmatlari markazi rahbari Feruz Beliagovman. Hozir sizlarni o'xshash turadi. Tadbirkorlarni muammosini yechgan holda ish o'rni yaratish, shularni ko'lam murojaatlarni ijobiy qabul qilish. Birinchi fuqaromiz Nazariddin Qo'shoqbek. Ne maqsadda murojaat etdingiz? Turib aytsangiz. Bizda xususiy korxonamiz bor ekan, HPLD kredit olib kelgansiz. Qanchalik kredit kelsa? 43 bin. 43 bin dollar. Yaxshi, 43 bin dollar ariza bilan murojaat eting. Yo'q chiqib, ijobiy hosil chiqarib beramiz. Rahmat. İkinci meselesiz. Tadbirkorlar. Assalomu alaykum. Men Rajabova Sabina Banu Sabina olsun kerak. ha, shu o'rta o'g'lim. Bizda Golden Step Farm MTC bo'yicha PK 385 bo'yicha 100 million taklif bilan keladilar. Shu bo'yicha Kredit olacak. kredit olacakmiz. Ariza bilan murojaat etdingizmi? Ha, Bo'ldi, ariza bizdan murojaat qilasiz. Beramiz. Necha so'm tashkil etasiz? kamida 2 ish so'm. Yaxshi, rahmat. Uchinchi murojaat. Merhabalar, Arzugül. Abdullah Süleyman Sadye MTC rahbarman. PKA 385 bo'yicha 100 million so'm olacak. Ariza bilan murojaat etsangiz, ko'rib chiqamiz. Ijobiy qabul qilsa, kredit olasiz. Rahmat. Keyin PK 60dan yakka tadbirkorimiz bor kim? Bek. Ne iş edeceksin? Çarvasılık 100 milyon tamam alamazlar. 5. Şunda bir iş sondan koşumca 2 iş sondan. Rahmet ariza bilan murojaat eting. Mesela hurmatli tadbirkorlar, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Arizalaringizni ko'rib chiqamiz, qisqa muddatda javob beramiz. Rahmat.